Bo'ladi shu ismni qo'ysak, faqat ikkita r qilamiz. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Pochcha yaxshimisiz? Aka, yaxshi keldingmi? Assalom aka. Nima qilyapsizlar? Tug'ilajak jiyaningiz ism tanlayapmiz. Anora deb qo'ymoqchimiz. Qani isming Gulzoda, qizingniki Shahzoda. Hadisha, qofiya so'rkimayapti-ku Anorani. Shu paytgacha qizlarimning ismini qofiyasiga qarab qo'ymaganman. Shahzoda bog'chadagi sevgilisi, Hadicha maktabdagi o'qituvchisi. Bu 11-sinfda Anora degan qiz bilan sevishgan ekanlar. O'sha qolib ketibdi-da. Qayni hozir ochmay turing shu mavzuni. Uzr pochcha. Endi bu ismlarni qo'yishdan maqsad har kuni eslatib turay deyman-da. Nimalar olib kelgansan ovora bo'lib? Apelsin, kivi, olma, banan. Anor olib kelibdi, anor. Aytgancha adasi uxlashingizdan oldin bir o'ynab beraymi? Davay. نور بیا ببالینم شبنم گلی نور بیا ببالینم انور بیا ببالینم Yoqotdimi? Men chapachalaman, shuni o'ynab bersang bo'ldi. Bitta kompot olib chiqqan. Kompot yo'q ekan, lekin haqiqiy anor sharbatidan tayyorlangan muzdekkina anora bor ekan. Anora qalbingizga yaqin, muzdekkina zo'r ketadi. Tinchgina choy atsangiz bo'lmaydimi? Vah. Men qarang pochcha. Jahon tillarida qizlar bilan o'qiganimizni opam bilmaslar aytib qo'yay. Nima? Nechta qiz bilan o'qigan? Bilvoli yana nechta qiz tug'ishimmi?